Samarqandga borganda Imom Buxoriyni majmuasiga kirdim. Miya olmay qoladi, attagi sarf xarajat, attagi qilingan ishlar. Shuncha narsa nimaga deb o'ylaysiz? Shu zot hurmatidan, shu zot. Bitta Imom Buxoriy. O'sha yerda biz oldin imomlar malaka oshirardi. 2 oy borib o'qilardi Samarqandda o'sha qishloqda. O'sha qishloqda bittasi aytdi, juda ta'sirli gapirdi. Qarang qora aka. Xudo aziz qilsa o'ligi ham boqar ekan. Endi bitta oddiy bir odam, mulla bas. Nimaga ular deyapsan? Qarang, agar Imom Buxoriy bo'lmasa bu qishloqqa birov kelmaydi dedi. Shu odamni ziyoratga kelganlar bizni boqyapti. Uyimizda yotadi, turizm narsamizni oladi. Shu odam mana Imom Buxoriyni o'ligi yotgani uchun sizlar ham kelgansizlar shekka. De o'ylasam, haqiqatan ham